Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Minecraft. Bugungi videoda sizlar bilan biz top 3 modni ko'rib chiqamiz. To'g'ri eshitdingiz. Minecraftga tushadigan top 3 modni ko'rib o'tamiz. Shu videoni oxirida men u modlarni qayerdan yuklab olishni ham aytaman. Qanunda videoni boshlaymiz. Olg'a. Xo'sh do'stlar, birinchi modga o'tadigan bo'lsak, birinchi modimiz mana bunaqa qurollar. Mana ko'rib turibsiz, bu qurollarni, bu qurolni zo'r tarafi buni olib kelasiz. Xuddi PUBG'dagi qizil qurol bor-ku, o'shaga o'xshaydi. Yeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosasiz va drop tushadi. PUBG'dagi drop. Ichini ochsangiz, ichida narsalar bo'ladi. Juda ham zo'r, ammo buni bitta yomon taraf sindirishda iloji yo'q. Portlatib yuborsangiz ham sinmaydi, la'nati. Mana bu yerga kelib olasiz. Omadingiz kelsa, olmos aslaha ham tushishi mumkin. Mana osmonga uchadi, animatsiya ham zo'r ishlangan. Qarang, mana shunday tushadi, borasiz, openni bosasiz, ochasiz. Endi oltin tushibdi. Mayli, omadimizni yana 1-2 sinab ko'ramiz. Olmos tushguncha. Mana. Siz animatsiyaga gap yo'q. Mana olmos tushdi. Olmos ichida yana bitta raketka, ya'ni mana bu qurol bo'ladi. Siz mana shuni otasiz va yana drop tushadi. Eng mustahkam kiyim bu olmos. Bundan kattasi to'shmaydi. Qanunda ikkinchi modga olg'a. Xullas do'stlar, ikkinchi modni ko'rsatib o'tsak, ikkinchi mod mana bu yerga kirib, masalan, Java Bedrock'ni chatini Java'dagidek qilib beradi. Masalan, bu yerga obuna bo'ling deb yozamiz va bunday qilsak, mana Minecraft obuna bo'ling deb yozdi deydi. Chatdan chiqib ketish uchun E-hitni bosamiz. Bo'ldi. Ikkinchi mod shu edi. Buni mod deyish qiyin, u tekstura ha. U tekstura. U tekstura ana ikkinchi mod desak ham bo'ladi. Chunki uni modlar paketidan yukladikmi, demak u mod. Qanunda 3-modga olg'a. Xullas do'stlar, mana 3-modimiz mana bu katta va kichraytiradigan. Masalan, hozir men yugurib borib turib, mana bu skeletga bitta ustiga bosib 1-0 deyapti. Siz 10 gacha qila olasiz. Masalan, men hozir 7.7 men hozir 7.7 qilmoqchiman. Endi suv bitta bossangiz, skelet yo'qolib qoldi va 7 qilib qoldi skelet. Va boshqasiga sinaymiz. Mayli, mana tovuqchada sinaymiz. Ustiga bosamiz. 1-0 necha qilsak bo'ladi? Mayli 7-0 qilamiz. 10-0 gacha ishlaydi. Undan kattasiga ishlamaydi. Va sum bitta bossangiz, u 7 barobar kattalaradi. Mana ko'rib turibsiz. Ammo hamma narsa joni kattarmaydi. Ammo u o'yinchiga qilib bo'lganda, nima o'ylayapman? Xullas, endi qo'yni ham kattartiramiz 2 barobarga. 2 barobar. Yoki kichraytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, 0.1. Sumbit. Mana kichkina qo'ychani qaranglar. Kichkina qo'ychani. Ko'rib turibsiz, bu mod juda ham kulgili, ham juda maroqli. Xullas, ana 3-modimizni ham tekshirib oldik. Endi esa sizlarga bu modlarni qayerdan yuklab olishni aytaman. Sizlar u modni mening Telegram kanalimdan yuklab olasiz. Telegram kanalimga havola shu video tavsifida va kommentariyasida bo'ladi. Xullas, sizlar bilan Minecraft bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Axir 3 ga qarang, hech narsa qolmadi.
deyarli 3 ga bo'ldik. Qarang, 3 ga hech narsa qolmagan. Mana shuncha odam obunasiz kuzatishini hisobga olsak, bu sizlar uchun muammo bo'lmaydi. Men uchun esa bu baxtiyorlik bo'ladi, obunachilar. Obuna bo'ling, iltimos. Xullas, bu Telegram kanalimni yuklab olishni bildingiz. Bu modlar hammasi 1.20, 1.51 yoki 1.26 1.1 versiyasiga to'g'ri keladi. Hammangizga xayr.